ko'rib turganinglardek, men bugun har xil orollarda videovani, ya'ni yashab qolishim kerak. Meni eng asosiy maqsadim Ender Dragonni mag'lub etish. Sizlarga video yoqadigan umiddaman. Unda biz videoni boshladik. Hammaga xullas salom. Bizani joyim videoni boshlandi. Anaqa kichkina orolchada va oldinda millionlab orollar paydo bo'lgan. Bizani maqsadimiz anta ko'rib turgan bo'lsanglar, o'sha yerdagi end portalini olib borib dragonni yo'q qilish. Buni men albatta bitta qismda qila olmayman. Uning uchun sizlar yordam berishingiz kerak. Buni nechta qism chiqishi uchun biz videoni boshladik. Xo'p, bu daraxt vashi epik. Ketgan. Mayli, hammasini chopamizmi? Yo'q, bizga 7 ta donigina yetadi. Ham ikkitasini chop qo'ysak bo'ldi. Qolganiga bo'lsa biz taxta yasaymiz. Bo'ldi. Endi sandiq ochib ko'rsak. Rahmat. Insof bor ekan nima biladi ham. Qolgan narsalarni ichkari yopib qo'yamiz, chunki bizda zombilar ham hujum qilishi mumkin. Xullas, men ham daraxt chopishim kerak. Baribir men hamma daraxt chopishim majbur ekanman. Nariq orolga qanaqa boraman? Mencha o'ylab qoldim shu. Ehtimoli qancha bilmayman. Mana bitta bo'ldi. Bu degani ikkita daraxt yes degani. Hop, o'tirib, sekin boramiz. Olamiz. Bo'ldi. Oldik hammasini. Endi hammasini taxtaga aylantiramiz. Versiyani olamiz. Men buni ko'rib yomon ish qilib ko'rdik, lekin biz birinchi bo'lib qayerga boramiz? Maslahat beringlar. Qaranglar, bitta narsa tekshirish uchun bu faqat. Pastda tosh bor ekan, tushib ketdim. Mayli, bo'ldi. Hamma narsa barbod bo'ldi. Pastda tosh bor ekan, men yig'lab o'tiribman. O'g'il bola yig'lamaydi deylar. Hamma toshni yig'ishtirib olamiz. Bizga uncha ko'p tosh ham kerak emas. Toshlarni chopaman men deydi. Bularni ham chopib olamiz. Hammasini chopmayman. Qazoman aytgancha. Obunachilar, men buz nima berilsam, bu muz menga suvga kerak ekan. Qayerga boramiz? Spawnerga borgim kelmayapti. Men hozir bitta qolib qolishadi. Shuning uchun hozir men buni qo'yamizda, ichidan qilich yasaymiz, bolta, cho'p yasaymiz. Cho'p bizni cheksiz o'tgan. 99 plik. Buni yasaymiz va kerak emaslarni sandiqqa tashlab ketamiz. Bu kerak emas. Bu ham kerak emas. Kerak emas narsalar qolgan narsalarimiz kerak. Va biz birinchi bo'lib konga boramiz. Qarang, sizlarga qo'sh o'rgataman. Ayanchli holat bo'lib qo'yamiz. Bo'ldi, keldik. Qilmasam bo'lmaydi buni hozir. Buni uchirib yuboraman. Hop, ichida yo. Obunachilar biz boymiz. Hop, obunachilar, endi bo'lsa biz o'tdik olmosdan hammasini jing qilamiz va buni qilamiz. Temir ham ziyon bo'lmaydi. Temir ham juda ham kerak, chunki temirga chelak, boshqa narsa va drop qilishi kerak bo'ladi. Zumradlarning ham foydasi tegadi, chunki shitlar bilan savdo sotdi. Og'riq bo'lsa o'lib qoladi, bormi mashalar? Yarat kuchsini qo'yqonlar, basharasini ham bor. O'ldirishni to'g'ri qoldi. Obrachilar. Nima yapsizlar? O'ldirishni yozgan qoldi. Buni olamiz. Bitta ham olib tushib ketish kerak emas. Hadi. Bitta ham olib ketish kerak emas. Bitta ham olib qoldirishim shart emas. Yetib qo'yaylik. Hamma olmos solishimiz kerak. Bitta ham olib tushib ketish kerak emas.
ko'ramayman. Shutib olmasa men uchun juda ham qadrli. Shu qo'rqinchli bo'la. Olamiz. Bo'ldi. Ha, mana bu ham olmasa bitta tushiraverman. Ay, artigur tegib bo'lib ekan. Bo'lmasa, buqasi sakradimi olmosi bor-ku. Obunachilar. Uchirardim bilib bo'yni bor. Kimdir olib qo'ysa, mana shu mirimda kimdir yana bo'lsa. Lekin yomonam g'alati yerlar bo'lar. Ay, nimalar ketdi? Ekrandan bo'ldi, menimcha boshqa olmasa yo'q. Mana bir qarab chiqaman. Bay bay. Tegida olmas bor ekan, tegida olmas ko'rdim. Foydasi bor. Bo'lmasa tashlab ketishga majburmiz, chunki olmasaga yetib bo'lmaydi. Yo, yetib bo'ladimi? Buni ko'rish kerak. Mana bir buni ko'raylik-chi. Man yetib kela oldim. Bum. Qaralib zo'r ish qilaman. Ya o'tirmagin ey. Bum. Bum. Yo'q, olmos. Mana seni olay qilmasa, olaman. Oldimmi? Yey, yo'qot qarichi. 25 olmos. Bunaqasini qattiq ko'rgansizlar. Hop, 26 ta temir. Temirga o'ladimi o'shimi? Yo'q, mayli. Nariga orolga o'tamiz. Hop, bu yoqqa. To'xta. To'q. Oy, tushib ketib qoldim. Boshqa knopkani bosib yubordim. Mayli, qilmaymiz. Shuna sakrab o'tib ketsam-mi? Necha o'limlar Guinness rekordiga kiraman bor-ku men bunaqada. Artigura, savob nimalar sotasizlar? Men kerakli narsalar bormi? Bo'lmasa, yo'q. Cho'yga boramiz. Cho'ygacha blok yetmaydi. Nima qilamiz obunachilar? San'atga borishga hali men tuxumam yetmaydi. Ovqat kerak bizga birinchi o'rinda aytganchi. U yoqqacha blok yetmaydi. Borbancha yana blok qazish ishlarini davom ettiramiz. Sizlarni men hozir qiynoq bilan emas. Menimcha men yaxshigina blok qazib oldim. Sal qoldi. Men qanaqa joy topdim, lekin bilmayman. Zo'r joy bo'lsa kerak. Narsalarimizni sehrli olsak bo'ladi-yu. Bunga kitob kerak edi. Endi bildim menimcha nima kitoblarni sotishini. Hop. Kitob sotish emas. Bitta bu qo'yamiz va birinchi darajaga ko'tarildi. Nima qilsam ekan, menda nechta zo'r bor? 8 ta. Mana ideya bor. Boramiz hozir. Qo'shilama qanaqa zo'r. Bedwars serman. Bedwarsdan ko'p o'ynamaganman, lekin hop, okam, sizdan bir kitob sotib olmoqchi edik. Nechta kitob berasiz? Pas. Bashiring buzar shu odam. Bir pas to'xtanglar. Xullas o'lib tirilib chiqmasa 8 ta doniga yana zumrad topdim.
qolganiga mana asabli bo'ldi. Ikkita donini kitob oldim. Ketdi. Gazini bos, davay. Qani. Yo'q, siqilib tushma, kallangni o'ldirib yuborardim, bor yiqib tushganingni. Hop, mana ikkita yoniga yana kitob qo'yib yuborsak va bizada bo'ladi. Nechinchi daraja? 8 befoyda. Mayli. Hech bo'lmaganda biz hozir narsa olishimiz kerak o'zimizga. Qani versdagimiz. Uxlatishgan. Xo'p, obunachilar bo'lmasa, bugungi videomiz mana shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga bay bay.